Yigitcha gapga chechan, o'ziga ishongan va samimiy ko'rinardi. U darrov maqsadga ko'cha qoldi. Yana telefon ekrani yorishdi. Raqamingizni Nastyadan olgan edim. Gulmiraxon, agar qarshi bo'lmasangiz, tanishsak bo'ladimi? Qiz xatni o'qirkan, kechirasiz, menga biroz noqulay, deb yozib yuborishga shaylandi. Ammo barmog'i tugmaga bormasdi. Qo'llari hayajondan qaltirar, butun vujudini shu paytgacha hech qachon his qilmagan g'alati bir hayajon qoplagan edi. Axir shu yoshga kirguncha biron bir yigit bilan bunday gaplashmagan, ko'ngil ko'chasiga yaqinlashmagan edi. Suhbat shu tariqa uzilib qolmadi. Aksincha, savol-javoblar zanjiri bilan davom etdi. 1-2 kun davomida ular xatlashib, bir-birlarining hayoti, qarashlari va dunyoqarashi haqida ancha ma'lumotga ega bo'lishdi. Bu suhbatlar davomida Gulmiraxonga eng yoqqan va uni hayron qoldirgan narsa Abrorning ham shu paytgacha biror marta qiz bola bilan jiddiy munosabatda bo'lmagani edi. Meni qizlarga ortiqcha vaqtim ham, xohishim ham bo'lmagan. Shu paytgacha faqat o'qidim, ishladim. Xayolimni buzadigan narsalardan o'zimni yiroq tutdim, dedi Abror samimiyat bilan. Bu so'zlar Gulmiraxonning qalbida yigitga nisbatan cheksiz hurmat uyg'otdi. Endi u har kuni ishga borib kelarkan, xayolida faqat tinimsiz o'sha xabarlar, Abrorning fikrlari aylanardi. Qizning sof qalbida muhabbat kurtaklari ohista ochila boshlagan, ichki dunyosida o'zgacha bir his-hayajon mavj urayotgan edi. Kunlar o'tib, ular ilk bor yuzma-yuz uchrashishga qaror qilishdi va uchrashuv kunini belgilashdi. Ilk uchrashuv bu har bir qizning hayotidagi eng go'zal va eng xavotirli damlardir. Gulmiraxon o'sha kuni qattiq hayajonda edi. O'zini eng go'zal va latofatli ko'rsatishni istardi. Uchrashuv kuni u javonidagi eng chiroyli, o'ziga yarashgan nafis ko'ylagini kiydi. Shoshilmasdan uzun va silliq sochlarini juda ham chiroyli qilib turmakladi. O'ziga o'zgacha tarovat bag'ishlab turgan shirin atiridan sepdi-da, ko'zguga qarab hayajonli tabassum qildi. Yuragi go'yo tashqariga chiqib ketgudek dukullab urar, qadamlari esa uni hayotini butunlay o'zgartirib yuboradigan o'sha ilk uchrashuv tomon yetaklar edi. Yigit tomon yaqin borarkan, Gulmiraxonning oyoqlarining poshnasini ovozidan yigit beixtiyor ortiga o'girildi. Ro'parasidagi go'zallikda tengsiz, xayoliy qiz qarab turganini ko'rib, yigitning ko'zlarida hayrat porladi. "Siz Gulmiraxonmisiz?" deb so'radi ohista. Qizni yuzlari uyalganidan lola yangliq qizarib ketdi. Nigohini yerga qadagancha, "Ha", deb javob berdi arang. Yigitni qo'llarida bir quchoq qip-qizil atirgullar turar edi. Ularni Gulmiraxonga uzatarkan, yuzida samimiy tabassum bilan qo'shib qo'ydi. "Gulga gul berib bo'lmasdi-ku-ya, ha mayli." Bu so'zlarni eshitib, qizning yuragi hapqirib ketdi. Umrida yigitlarni o'ziga yaqin olmagan, bunday jiddiy va chiroyli maqtovlarni eshitmagan edi. Shu paytgacha unga xaridor bo'lgan, ko'chada gap o'tgan yigitlarni o'zini ham, so'zini ham hech qachon jiddiy olmasdi. Chunki ich-ichidan o'zini xunuk va semiz hisoblar, o'ziga bo'lgan ishonchi juda past edi. Bu yigitlar shunchaki ermakka gap o'tyapti. Abrordek kelishgan yigitlar mendek qizni xohlarmidi, deb o'ylab, ko'ngli o'ksib ham qo'ydi. Shu narsalarni o'ylab, Gulmiraxon bir lahza xayolga berilib, qo'lidagi gullarga tikilib qolgan ekan. Abror barmog'ini shiqillatib, hazilomuz ohangda gapirdi. "Hoy, Pari, xayolingiz qayerda? Nega gulga bu qadar tikilib qoldingiz? Yoki gul shu qadar yoqdimi? Hali bu holvasi. Siz shu gulni shunchalik yaxshi ko'rar ekansiz, men sizni gullarga burkab tashlayman." Bu gaplardan qiz battar qizarib, hayajonidan ichiga sig'may ketdi. "Qani, unda yuring, biror yerda o'tirib suhbatlashamiz", dedi yigit va bir shinam, so'lim kafega boshlab kirdi. Kafeda o'tirib, shirinlik va choy ustida tamaddi qilgan bo'lishdi. Ammo ularning asosiy ishi tamaddi emas, suhbat edi. Shu qadar ko'p va chuqur suhbat qilishardiki, xarakterlari, dunyoqarashlari bir-biriga uzukka ko'z qo'ygandek mos tushayotgan edi. Bugun Gulmiraxon ishxonasidan ataylab javob olgan, butun kunini Abrorga bag'ishlagan edi. Abror qizga qarab yana so'z qotdi. "Guli,
Rasmingizni jo'natmaganingizdan keyin hozir uchrashuvga qanday qiz kelar ekan deb o'ylab turgandim. Lekin sizni ko'rib, ikkilanmay uchrashuvga chiqqanimga bag'oyat quvonib ketdim. Buncha go'zal bo'lmasangiz, shu paytgacha Alloh sizni faqat men uchun asragan shekilli, dedi ko'zlarini tubi bilan termilib. Gulmiraxon qizlariga xos nazokat va noz bilan, "Qo'ying, uyaltirmang. Kelganimdan beri faqat meni uyaltiryapsiz", dedi pichirlab. "Rostini aytyapman, yoki men quruq, balandparvoz gap qiladigan yigitga o'xshaymanmi?" deb so'radi Abror. "Yo'q, unday emas. Lekin men umrimda birinchi marta yigit bilan jiddiy munosabat qilyapman. Bunday go'zal so'zlar menga juda begona", dedi qiz yana yerga qarab. Bu so'zlarni eshitgan Abrorning qalbi quvonchdan tog'dek ko'tarildi. "Demak, men birinchisi ekanman-da. Nihoyat o'zimga o'xshagan pokiza qizni uchratdim", deb ichida miyig'ida kulib qo'ydi. "Guli, sizni shunday chaqirsam xafa bo'lmaysizmi?" dedi yigit ohista. "Yo'q", dedi qiz mamnun bo'lib. "Unda yana bir gap. Keling, sizlashni yig'ishtirib, sizni sen desam maylimi? Siz desam qandaydir begona odam bilan gaplashayotgandek tuyulyapti." Gulmiraxon buni eshitib beixtiyor kulib yubordi. "Shundoq ham begonamiz-ku?" "Yo'q, biz endi begona emasmiz, Guli. Alloh bizni bejizga bir-birimizga yuzlashtirmadi. Bu tanishuvda albatta katta bir hikmat bor. Men sen bilan shunchaki vaqt o'tkazish, ko'ngil xushlik qilish maqsadida gaplashmoqchi emasman. Vaqtimni behuda ketkazishdan o'zimni saqlayman. Chunki har bir daqiqa men uchun juda ham qadrli." Abrorning har bir gapi shunchalik jiddiy va qat'iy ediki, u Gulmiraxonga shunchaki va'dalar beradigan ko'cha bolasi emas, balki hayotda mardona qaraydigan ziyoli yigit ekanini ko'rsatib turardi. U o'zining oilasi, ota-onasining ham ilm ma'rifatli insonlar ekani, o'zi ham shu paytgacha faqat o'qish va ish bilan bo'lib, xayolini buzadigan ortiqcha narsalarga vaqt topmaganini gapirib berdi. Suhbat davom etar ekan, qizning qalbidagi o'sha yillar davomida to'plangan qo'rquvlar, o'ziga bo'lgan ishonchsizliklar xuddi bahor quyoshida eriyotgan qordek edi. U hayotida ilk bor o'zining ayol sifatida, go'zal bir qiz sifatida qadrli ekanini his qila boshladi. Uchrashuv nihoyasiga yetib, xayrlashish pallasi kelganida Abror qizning ko'zlariga samimiyat bilan boqdi. "Bugungi kun meni hayotimda yangi bir sahifa ochdi, Guli. Endi bu yog'iga niyatimizni aniq qilib, kattalarga bildirishimiz kerak deb o'ylayman." Uchrashuv yakunlangach, shom qorayib qolgan edi. Abror o'ziga xos odob bilan, "Guli, qorong'i bo'lib qoldi. Seni uyinggacha tashlab qo'yaman", dedi. Biroq Gulmiraxon e'tiroz bildirdi. Chunki uydagilarga, ayniqsa mahalla-ko'y va eshik ortida poylab o'tiradigan buvisiga birinchi marta ko'rgan yigiti bilan mashinada kelganini ko'rishini xohlamasdi. Boz ustiga qo'lidagi mana shu bir quchoq ulkan atirgulni uyga qanday olib kirishni, kimdan yashirishni bilmay bosh qotgandi. Abror qizning iymanganini, andishasini to'g'ri tushundi. Uni uyi yaqinidagi xavfsiz va odam kamroq chorrahagacha olib borib qo'ydi. Mashinadan tushayotganda Abror qizga qarab vazmin ohangda tayinladi: "Uyga borishing bilan menga telefon qilib qo'y, xo'pmi? Xavotir olaman." Bu so'zlarni eshitib, Gulmiraxonning vujudi allanechuk bo'lib ketdi. Bu uning uchun shunchalar yangi va shirin holat ediki, hatto o'z otasi Mo'minjon aka ham shu paytgacha unga bunday gapirmagan, qayergadir borsa yetib bordingmi deb so'rashni unchalik xayoliga keltirmasdi. Qiz yuzida o'ziga bo'ysunmayotgan go'zal tabassum bilan uyi tomon qadam tashladi. Darvozadan ohista kirib borganida Sadoqatxon ishdan kelgan, oshxonada kechki ovqatga unayotgan edi. Uydagi og'ir havo, qaynonasining tinimsiz g'azablari ostida charchagan ona jimgina kuymalanardi. Gulmiraxon sekingina oshxonaga kirdi-da, onasini ortidan mahkam quchoqlab oldi. So'ng qo'lidagi yam-yashil barglar ostida yonib turgan qip-qizil guldastani onasining burni tagiga uzatdi. "Oyjon, bu gullar sizga. Shu gulday ochilib yashnab yuring", dedi quvnoq ovozda. Sadoqatxon qo'lidagi kapkirni deyarli tushirib yuborayozdi. Ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib, guldastaga tikilib qoldi.
Rangi o'chdi, lablari titradi va hech qanday sababsiz ko'zlaridan duv-duv yosh quyila boshladi. U chuqur o'yga tolgancha 30 yillik o'tmishiga qaytib ketgandi. Salkam 30 yillik turmushi davomida eridan biror marta mana shunday atirgul olmagan ekan. Hatto 9 oy qornida ko'tarib, o'g'il va mana shu gulday qizini dunyoga keltirganda, tug'ruqxonadan chiqayotganda ham qo'liga biron dona gul ham berishmagan. Aslida Mo'minjon akani o'ziga qolsa, balki ayoliga gullar ham taqdim etar edi. Ko'ngli bo'sh, ayolini hurmat qiladigan erkak, biroq devor ortida har bir harakatini poylab turgan baxtiqaro qaynonasi Sayyor opa bor edi-ku. Axir o'g'li xotiniga gul ko'tarib kelsa, uyda qanday janjal chiqishini, kelinini erkalatib yubording deb qay tariqa o'xshatib so'kishini xotin yaxshi bilishardi. Shu sababli Mo'minjon aka ham bunday ishlardan o'zini tiygan. Sadoqatxon esa ayollik baxtining bu go'zal onini totolmay o'tib ketgan edi. Mana shu nevarasining baxtiga bolta urmoqchi bo'lgan buvining uyida ilk bor go'zal bir guldasta paydo bo'lgandi. Bu gullar onaning qalbidagi yillar davomida yig'ilib qolgan bor alam va g'uborlarini yuvib yuborgandek bo'ldi. Ko'nglini allanechuk sirli tuyg'ular qamrab oldi. Gulmiraxon onasining ko'z yoshlarini ko'rib hayron holatda, "Oyi, xursand bo'lmadingizmi?" deb so'radi ohista. Sadoqatxon ko'z yoshlarini ro'moli uchi bilan shoshib artarkan, qiziga mehr bilan qarab jilmaydi. "Yo'q, qizim. Nega xursand bo'lmas ekanman? Juda ham xursand bo'ldim, rahmat. Ilohim baxtli bo'lgin. Faqat nega pulingni sarflab menga gul olib yuribsan? O'zingga ishlatsang bo'lmaydimi?" dedi onasi kuyunchaklik bilan. "Oyjon, sizdan bitta gul aylansin, nega unaqa deysiz?" dedi Gulmiraxon onasini mahkam quchoqlab. Sadoqatxon gullarni quchgancha o'z yotoqxonasiga olib kirdi. Ularni chiroyli vazaga solib to'rga qo'ydi. Xonaga atirgulning mayin ifori taralarkan, onaning ko'nglida yorug' bir umid uyg'ongandi. Gulmiraxon ham xonasiga kirib, ust-boshini almashtirdi. Abrorni mashinasidan tushayotganda uyga borib telefon qilib qo'y degan gapi yodiga tushib, uni ogohlantirib qo'yishni ham unutmadi. "Men yetib keldim, hammasi joyida." Shundan so'ng chiqib, oshxonada onasiga kechki ovqatga yordamlashdi. Ichidagi shirin hayajon unga tinchlik bermas, tuni bilan tushiga faqat qizil gullar va Abrorning vazmin nigohlari kirib chiqdi. Ertasi kuni ishga borganida dugonasi Nastya unga darvoza oldidayoq o'zgacha ma'noli kayfiyatda kutib oldi. U ko'zlarini qisib Gulmiraxonga yaqinlashdi. "Oho, ichidan pishgani. Men bilmay sizlar parda ortida uchrashib ham olibsizlar. Yigitginani yuragidan uribsan-ku, Guli?" dedi shartta. "Nima deding?" Gulmiraxon uyalganidan loladek qizarib ketdi. "Ha-da, kecha men Abror bilan gaplashdim. Unda juda o'zgacha va ajoyib taassurot uyg'otibsan. Menga Nastya, senga rahmat tavsiyang uchun. Meni niyatim jiddiy. Men Guliga uylanaman" dedi. Gulmiraxon o'ziga bo'lgan ishonchsizligi sababli hamon ishonqiramay soddalik bilan so'radi. "Rostana, meni yoqtirib qolibdimi? Nega o'zingni go'llikka solasan? Yoki kecha uni ko'zlaridan buni sezmadingmi?" Nastya uni yelkasiga urib qo'ydi. "Xullas Guli, sen ham bunday yigitni qo'ldan boy berma. Tegsang mana shunday bolaga tegasan. Endi tanlab o'tiradigan 18 yoshli qiz emassan." Dugonasining bu shartdakiligini bilgan Gulmiraxon indamaygina jilmaydi, ammo ich-ichidan o'ylanib qoldi. Yaratganga nola qilib, "Allohim, o'zing menga to'g'ri yo'l ko'rsatgin, yor tanlashda adashtirmagin", deya chin dildan duo qildi. Shu tariqa kuni bo'yi ko'tarinki kayfiyatda ishlari ham unumli bo'lib ishladi. Abror esa uni o'z holiga qo'ymas, telegramdan tez-tez xabar olib, hol-ahvol so'rab turardi. Tushlik vaqti yaqinlashganda Gulmiraxonning telefoniga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'tarib, "Allo" deganida qarshi tomondan kuryer yigitning ovozi eshitildi. "Gulmiraxon sizmisiz? Tashqariga chiqa olmaysizmi? Sizga jo'natma bor edi." Gulmiraxon hayron bo'lganicha ishxonadan tashqariga chiqdi. Qarasa bir yigit qo'lida kichikroq buketchada chiroyli gul va nafis qutida shirinlik ushlab turibdi. "Buni sizga berib yuborishdi",
deya narsalarni qizga uzatib ortiga qaytdi. Gulmiraxon bu kutilmagan sovg'a kimdan ekanini darrov taxmin qildi. Hali ichkariga kirishga ulgurmasidan telefoni yana jiringladi. Ekranda Abror degan yozuv chiqib turardi. Shoshilib go'shakni ko'targan edi. Narigi tomondan yigitning o'sha yoqimli ovozi yangradi. "Gulim, sovg'amni oldingmi?" Gulim degan so'zni eshitib, Gulmiraxonning yuzlari yana lovullab ketdi. Atrofiga xavotir bilan qarab oldi. "Abror aka, uyaltirmang. Bu nima qilganingiz? Ishxonada hamma ko'rib turibdi-ku", dedi pichirlab. "Nega uyalasan? Gulni gul deydilar-da, gulim." Abror telefonda mayin kulib qo'ydi. "Mayli, hoziroq o'sha shirinlikni yeb, choy ichib ol. Faqat Nastyaga ham bergin. Qizg'anchiqlik qilmagin. Axir bizni tanishtirgan o'sha-ku." "Iya, bu nima deganingiz? Men unaqa qizg'anchiq emasman", deya Gulmiraxon o'ziga ham sezilmagan holda biroz erkalanib gapirdi. "Ha, mayli, charchab qolma go'zalim", deya Abror telefonni qo'ydi. Gulmiraxon xonaga kirib Nastyani chaqirdi va kelgan narsalarni ko'rsatdi. Dugonasi buni ko'rib, ko'zlari chaqnab ketdi. "Oho, bunchalik romantik bo'lmasa bu do'stim. Undan buni kutmagandim", dedi hayratlanib. "Kel Nastya, birga choy ichamiz. Abror senga ham berishimni ataylab tayinladi", dedi Gulmiraxon. Qizlar shirinliklar bilan miriqib suhbatlashib, yengil choy ichib olishdi. Gulmiraxon o'zini xuddi ertaklardagidek baxtli his qilayotgan edi. Biroq uydagi sovuq havo bu shirin baxtini bir muddatga to'xtatib qo'yishidan hali bexabar edi. Kech kirib, Gulmiraxon uylariga yetib kelganida ko'cha boshidanoq qandaydir noxushlik borligini sezdi. Ularning darvozasi tagida chiroqlari miltillab, tez yordam mashinasi turar edi. Qizning yuragi shig' etib ketdi. Qo'lidagi narsalarni mahkam qisganicha hovliga shoshib kirdi. Darvozadan kirishi bilan hovlidagi to'polon ustidan chiqdi. Shifokorlar Sayyora opani zambilga ortib, mashina tomon olib chiqishayotgan ekan. Kampirning rangi oppoq bo'lib ketgan, ko'zlari yumuq edi. Mo'minjon aka va Sadoqatxon dori-darmonlar ko'tarib sarosimada yugurib yurishibdi. Gulmiraxon yugurib onasini yoniga bordi. "Oyjon, tinchlikmi? Buvimga nima qildi?" deb so'radi xavotir bilan. "Buvingni to'satdan qon bosimi oshib tobi qochib qoldi qizim. Shifokorlar shoshilinch shifoxonaga olib ketishimiz kerak deyishyapti", dedi Sadoqatxon shoshib. Mo'minjon aka bilan Sadoqatxon tez yordam mashinasiga qo'shilib shifoxonaga yo'l olishdi. Darvoza oldida yolg'iz qolgan Gulmiraxonning qalbidagi boyagi quvonch nurlari o'rnini og'ir bir xavotir egalladi. Kechagina o'g'liga zaharxanda qilib, eshikni qarsillatib yotgan buvisini bu holatga tushishi uydagi hamma narsani ostin-ustun qilib yuborgandi. Shifoxonaga yetib borishganda shifokorlar Sayyora opani zudlik bilan jonlantirish bo'limiga olishdi. Tekshiruvlardan so'ng shifokor Mo'minjon aka va Sadoqatxonni chetga tortib, og'ir tashxisni aytdi. Kampir kuchli asabiylashish oqibatida mikroinsult o'tkazgan edi. Tanasining chap tarafi qisman falaj, tili ham zo'rg'a aylanyapti. Shifokor uni uzoq vaqt to'shakda yotib, parvarishga muhtoj bo'lishini aytdi. Bu gapni eshitgan Mo'minjon aka chuqur qayg'uga botdi. Onasi qanchalik qattiqqo'l va toshbag'ir bo'lmasin, baribir uni dunyoga keltirgan ona edi. Sadoqatxon esa erining yelkasiga qo'lini qo'yib, unga tasalli berdi. "Dadasi, siqilmang. O'zim qarayman onajonimga. Oyoqqa turg'izib olamiz." Gulmiraxon uyda yolg'iz qolar ekan, Abrorga qo'ng'iroq qildi. O'zidan o'tayotgan hayajon va xavotirlarini yig'lab gapirib berdi. "Abror aka, biznikiga hozircha suvchi jo'natmang turing. Buvim to'satdan insult bo'lib qoldilar. Shifoxonadalar. Uyimizda hozir to'y hasham haqida gapiradigan vaziyat emas. Meni to'g'ri tushuning", dedi yosh to'kib. Abror go'shak ortida qizning gaplarini vazminlik bilan tingladi. U gapni bo'lmay Gulmiraxonni o'zini bosib olishini kutdi va shunday dedi. "Guli, aslo siqilma. Men seni nima uchun kuyinayotganingni tushunib turibman. Ota-onamga o'zim vaziyatni tushuntiraman. Ular ham tushunadigan ziyoli insonlar. Men seni necha yil kutdim. Yana bir necha oy kutish men uchun qiyin emas. Hozir bor e'tiboringni oilangga ber. Agar biron dori-darmon yoki yordam kerak bo'lsa menga ayt, xo'pmi? Men hamisha yoningdaman."
Bu gaplar Gulmiraxonni qalbini xotirjam qildi. U hayotida ilk bor ortida tog'dek turadigan, tushunadigan erkak borligini his qildi. Sayyora opani shifoxonadan uyga olib kelishdi. U endi gapira olmas, faqat ko'zlari bilan qarab jimgina yotar edi. Sayyora opaning to'shakka mixlanib qolishi bu xonadonning kun tartibini butunlay o'zgartirib yubordi. Sadoqatxon qaynonasining bu ahvolini ko'rib, vijdonan yo'l tutdi. Yillar davomida eshitgan barcha ta'na va dashnomlarini, dilxiraliklarni bir chetga surdi-da, o'z ishxonasidan mehnat ta'tili oldi. Ertayu kech bor vujudi bilan qaynonasining parvarishiga kirishdi. Dori-darmonlarini vaqtida ichirar, ovqatini qoshiqlab yedirar va tagini tozalab, kiyimlarini almashtirardi. Gulmiraxon ham ishdan kelgach, onasiga bor kuchi bilan yordamlashar, kechalari buvsini yonida poyloqchilik qilardi. Biroq Sayyora opa avvaliga o'zini o'sha asriy kibri bilan ularni yuziga qaragisi kelmas, qilingan xizmatlarini go'yo norozilik bilan qabul qilgandek ko'zini yumib olardi. Shunday bo'lsa-da, Sadoqatxonning zarracha minnatsiz mehri va sabri oldida kampirning tosh bag'ri bora-bora yumshay boshladi. Ko'zlaridagi o'sha qahr o'rnini sekin-asta ma'yuslik va ojizlik egallamoqda edi. Bu orada Sayyora opaning jonini kuydirgan, o'g'lini uydan haydab bo'lsa ham borini ilingan, qizlari Malohat va Sevara haqiqiy qiyofalarini ko'rsatishdi. To'shakka mixlangan onani parvarishi, uning og'ir dardi ikkala qizga ham ortiqcha yukdek tuyuldi. Katta qizi Malohat ham, kichigi Sevara ham. Bizni ham o'z uyimiz, bola-chaqamiz bor. Bitta o'zimiz u yoqqa bu yoqqa yugura olmaymiz. Qolaversa, u uyda o'g'lingiz bilan keliningiz yashaydi. Hamma narsa shularga qoladi. Onamga ham o'zlari qarashsin, deya mas'uliyatdan butunlay chekinishdi. Kampir o'z qizlarining bu sovuq munosabatini xonaga kirganda burnini jiyirib qarashlarini ko'rib, ich-ichidan ezilardi. Ammo o'zi hamisha yomon ko'rgan, uyidan quvmoqchi bo'lgan mushtipar kelini va nabirasi unga parvonadek qarayotgan edi. Kunlarning birida ishxonada tushlik mahali biroz bo'sh vaqt topilishi bilan Gulmiraxon dugonasi Nastyani xonasiga kirdi. Ichidagi sirli qiziqish va ko'ngildagi tuyg'ular uni tinch qo'ymasdi. U Nastyaga qarab sekin gap boshladi. Nastya, menga do'sting haqida, Abror aka haqida bilganlaringni gapirib ber. Uni yaqinroq tanishni istayman, dedi iymanib. Nastya stulni yaqinroq surib, chuqur tin oldi-da, so'z boshladi. Ha, nihoyat so'rabsan-da. Eshit, Guli. Abror aka oilada ikkinchi farzand, bitta opasi va kichkina ukasi bor. Opasi turmushga chiqqan, endi navbat unga kelgan. Ular aslida o'qituvchilar oilasi. Otasi ham, onasi ham o'qituvchi, o'ta ziyoli insonlar. Hozir sen ko'rib turgan ta'lim vazirligida ishlaydigan mard va mag'rur Abror bu kunlarga osonlikcha yetib kelmagan. U Abror bo'lgunicha ne mashaqqatlarni, hayotni achchiq zarbalarini totmagan deysan. Nastya biroz sukut saqlab hikoyasini davom ettirdi. Yillar oldin uni otasi Sodiqjon aka faqatgina o'qituvchilik bilan cheklanib qolmasdan bir yaqin do'sti bilan birgalikda biznes boshlagan ekan. Sodiqjon aka sodda, o'z kasbini fidoyisi bo'lgani uchun pul va moliya ishlarini butunlay o'sha do'stiga ishonib topshiribdi. Ammo vaqt o'tib, u inson do'stiga xiyonat qilibdi. Sodiqjon akani katta pulga tushirib, bor budini olib qochib ketibdi. Shu bilan biznes kasodga uchradi va oilani yelkasiga ulkan, aql bovar qilmas qarzlar yuki tushdi. O'shanda Abror hali maktab bolasi edi. Ota-onasi qarzini uzish, oilani saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishga qo'l urishdi. Onasi Go'zal opa maktabda o'qituvchi bo'lishiga qaramay, dars tugagach o'sha maktabni o'zida farroshlik qila boshladi. Undan ham vaqt orttirsa, oshxonaga tushib idish-tovoq yuvsa ham pulini halollab olardi. Bozorda kiyim-kechak olib kelib, o'qituvchilar orasida sotardi. Otasi Sodiqjon aka ham tinch turmadi. Darsdan so'ng bir do'konga ishga joylashdi. Keyinchalik unga ko'proq pul va'da qilib, non yopishga taklif qilishdi. O'shanda Abror ham otasiga yordam berish uchun o'sha yerga ishga kirdi. Otasi tunda issiq tandirda non yopsa, Abror tong saharlab o'sha nonlarni ko'chalarda sotib kelardi. Shu sababli ko'p bor maktabda dars qoldirishiga ham majbur bo'lgan. Boshqa bolalardek uni beg'ubor bolaligi bo'lmadi Guli. Bo'sh vaqt topdi deguncha ko'chalardan bo'sh bakalashkani yig'ib sotar, birov yer chopish kerak desa yer chopib berar, qo'lidan qanday mehnat kelsa qaytmasdi.
Opasi onasiga uy ishlarida qarashardi. Shu tariqa butun oila birlashib, yillar davomida tishini tishiga qo'yib, otasini qarzlarini uzishdi. Faqatgina o'sha ulkan qarzdan qutulganlaridan keyingina oila biroz tinch nafas ola boshladi va kenja ukasi dunyoga keldi. Mana shu qiyinchiliklar Abrorni po'latdek chiniqtirdi. U o'qishga qattiq kirishdi va o'z kuchi, bilimi bilan institutga grant asosida kirdi. Talabalik davrida ham o'qidi, ham ishladi. Opasini uzatayotganda ham barcha to'y harakatlari, xarajatlarini katta qismini Abror o'z yelkasiga oldi. Institutni bitirganida ota-onasi "O'g'lim, endi seni uylantiramiz, to'y qilamiz" deyishganida Abror ko'nmadi. "Yo'q", dedi oyi, "avval mashina olaman, uyimizni yangilaymiz, keyin uylanaman" dedi. Yana tishini tishiga qo'yib, vaqti kelsa ikki ishda ishladi. O'z maqsadi yo'lida tinmay javlon urdi. Mana, bugun ko'rib turganingdek o'z mavqeiga ega, boshi mag'rur yigit. Hozirgi darajasiga u faqat ota-onasini duosi, o'zini halol mehnati bilan yetib kelgan. Katta hovli sotib oldi. U yerda o'ziga ham, hali o'qiydigan kichkina ukasiga ham bemalol yetadi. Ota-onasi esa hamon o'sha qadrdon maktabida dars berishadi, deya so'zini yakunladi Nastya. Gulmiraxon eshitganlaridan lol qoldi. Ko'zlarida hayrat va cheksiz ehtirom qalqqan edi. Abrorni o'tmishidagi bu matonati qizning qalbidagi unga bo'lgan hurmatini ming chandon oshirib yubordi. Nastya jilmayganicha qo'shimcha qildi. "Ha, dugonajon, aytgandek, shuncha ish va tashvishlar bilan yugurib, Abror shu paytgacha biror bir qizga gap otib, qo'lidan tutib yurmagan. U o'ta jiddiy va pokiza yigit." "Nastya, sen o'zing u bilan qanday tanishgansan?" deb so'radi Gulmiraxon qiziqib. "Biz avvalgi uylarimizda bitta podyezdda yashaganmiz. Bolaligimiz o'sha mahallada birga o'tgan. Keyinchalik ular boshqa joyga ko'chib ketishgan. Qadrdonlardek faqat telefon orqali gaplashib, aloqa uzmay turganmiz", dedi Nastya samimiy kulib. Oradan kunlar, haftalar o'tdi. Sadoqatxonning kecha-yu kunduz qilgan beg'araz parvarishi samara berib, Sayyora opaning ahvoli bir qadar yaxshilandi. U endi mustaqil o'tira oladigan, tili ham so'zlarini donalab gapiradigan holatga keldi. Biroq hayot shamshiri o'z hukmini o'qib bo'lgan edi. Bir kuni kechasi Sayyora opa kutilmagan holda Sadoqatxon va Mo'minjon akani, shuningdek Gulmiraxonni o'z xonasiga chorladi. Kampirning ko'zlarida har doimgi qahr va kibrdan asar ham qolmagan. Aksincha, ularda pushaymonlik yoshlari sizib chiqardi. U ojiz va titroq qo'llari bilan kelini Sadoqatxonni qo'lini tutdi. "Kelin, Sadoqat, meni kechir. Yillar davomida senga zulm qildim, qadringga yetmadim", dedi ovozi bo'g'ilib. Sadoqatxon yig'lagancha qaynonasini qo'llarini quchdi. "Oyjon, unday demang. Men sizdan aslo xafa emasman. Hammasi o'tib ketdi", dedi mushtipar ayol. Sayyora opa o'g'li Mo'minjon aka va nabirasi Gulmiraxonga ham tikilib, chin dildan tavba qildi. Yillar davomida oilani parokanda qilgan, baxtiga to'g'anoq bo'lgan o'sha qora bulutlar ayni shu kechada butunlay tarqalib ketdi. Uydagi sovuq muhit o'rnini nurli bir xotirjamlik va ma'naviy g'alaba egalladi. Kampir hammadan rozilik oldi. Qalbidagi g'uborlarini tozaladi. Biroq inson peshonasiga bitilgan umr soati to'xtab borayotgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, tongga yaqin Sayyora opa uxlab yotgan joyida tinch va osuda holatda olamdan ko'z yumdi. U bu dunyodagi gunohlarini tavba bilan yuvib, yaqinlarini roziligini olgan holda baqoga safar qilgan edi. Uydagi motam, ma'raka va ta'ziya marosimlari sababli oila yana bir bor chuqur sukunatga cho'mdi. Gulmiraxon esa bu g'amli kunlarda o'z oilasiga tirgak bo'larkan, hayotning naqadar o'tkinchi ekanligini, har bir soniyaning qadriga yetish lozimligini ich-ichidan his qilmoqda edi. 3 kunlik azadan so'ng uyga kelgan uzoq yaqin qarindosh urug'lar ham asta-sekin uylariga tarqalishdi. Hayot yana o'z maromiga qayta boshladi. Sadoqatxon ham og'ir judolikni matonat bilan qarshi olib, tushkunlikka tushmaslik uchun qaytadan ishga chiqdi. Abror bu og'ir kunlarda o'zini yuksak madaniyatli ko'rsatdi. Qizning azadorligi sababli sovchilar haqida mutlaq og'iz ochmadi. Gulmiraxonni aslo shoshiltirmadi, ammo uni yolg'iz ham qo'ymadi. Vaqti bilan uchrashib, mahzun ko'ngliga tasalli berib, ruhan qo'llab-quvvatlab turdi.
Kunlar o'tib, uydagi motam kayfiyati biroz tarqalgach, Abror nihoyat onasi Go'zal opaga Gulmiraxon haqida yorildi. Go'zal opaning qalbida o'g'lini ko'nglini zabt etgan o'sha oqila qizni borib, o'z ko'zi bilan ko'rish fikri uyg'ondi. U o'g'lidan qizni ish joy manzilini oldi-yu, sir boy bermay o'sha yerga yo'l oldi. Kunning ikkinchi yarmida Gulmiraxon odatdagidek o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lib turgan edi. Shu payt uni yoniga yuzidan nur yog'ilib turgan o'rta yoshlardagi tanish chehrali bir ayol yaqinlashdi. "Kechirasiz qizim, shu yerda Gulmiraxon ismli qiz ishlaydi deb eshitgandim. Topolmayapman", deb so'radi muloyimlik bilan. "Ha, menman opajon, eshitaman", dedi Gulmiraxon ochiq chehra bilan jilmayib. Ular chetroqqa o'tib suhbatni davom ettirishdi. Go'zal opa o'zini tanishtirmay, turli mavzularda gap ochib, qizning muomalasini, tarbiyasini kuzatdi. Gulmiraxon esa suhbat davomida bu ayolning o'ziga nega bunchalik iliq va qadrdondek ko'rinayotganini tushunib yetdi. Chunki qarshisida turgan ayol Abrorning onasi edi. Ona va bolaning nigohlari, kulishlari bir-biriga shundaygina quyib qo'ygandek o'xshash edi. Onaning samimiyligi qizning hayajonini darrov eritib yubordi. Go'zal opa uyiga qaytgach, Abror intizorlik va hovliqqanicha onasini yoniga oshiqdi. "Xo'sh, onajon, qiz sizga yoqdimi? Ko'nglingizga o'tirdimi?" deb so'radi ko'zlari porlab. Onasi o'g'lini bu holatini ko'rib, mehr bilan kulib qo'ydi. "Ha, o'g'lim juda ham ma'qul bo'ldi. Shiringina, o'ta xushmuomala, tarbiyali qiz ekan. Senga har tomonlama mos deb bildim. Ilohim baxtingizni bersin", dedi va sovchilikka borishga rozilik berdi. Kechki payt Sadoqatxonning ishdan kelishi vaqtini mo'ljallab, Go'zal opa boshchiligida sovchilar Gulmiraxonlarni xonadoniga qadam qo'yishdi. Darvozadan kirib kelayotgan nuroniy ayollarni ko'rib, Sadoqatxonning ko'ngli tog'dek ko'tarildi. U mehmonlarni cheksiz quvonch, ochiq chehra va o'zbekona mehmondorchilik bilan kutib oldi. Choy ustidagi shirin suhbat davomida har ikki oilaning dunyoqarashi, hayotiy prinsiplari va niyatlari bir-biriga naqadar mos ekanligi oydinlashdi. Go'zal opaning vazminligi, muomalasidagi madaniyat Sadoqatxonga juda ham yoqdi. O'z navbatida sovchilar ham xonadondagi sarishtalikni, kelinlikka tayyorlanayotgan Gulmiraxonning chaqqonligini ko'rib, ich-ichidan quvonishdi. Mo'minjon aka ham qiz uzatishdek mas'uliyatli ishda ehtiyotkorlik qilib, ayoli bilan birga Abrorning mahallasiga borib, yigitni yaxshilab surishtirishdi. Mahalladagilar, qo'ni-qo'shnilar bir ovozdan Sodiqjon akani oilasidek halol, Abrordek mard, mehnatkash va tarbiyali yigitni butun tumandan topolmaysizlar. Qizingiz xor bo'lmaydi deb ta'rif berishganida, ota-onani ko'ngli butunlay chog' bo'lib uylariga qaytishdi. Ko'p o'tmay ikki oilaning roziligi bilan go'zal va fayzli qilib unashtiruv marosimi o'tkazildi. Qizning barmog'iga taqilgan uzuk ularning sof sevgisi va orzulari ushalayotganidan nishona edi. To'y kuni ham belgilandi. Endi esa yoshlar hech kimdan uyalmay, fotiha qilingan baxtli juftlik sifatida bemalol uchrashishar, to'y taraddudlarini birgalikda rejalashtirishardi. Bir paytlar hayotdan, taqdirdan faqat zarbalar ko'rgan va qalbida mudroq armonlar olib yurgan ikki qalb, Abror va Gulmiraxon, endi cheksiz baxtdan 7-chi osmonda uchib, to'ylarining farishtali kunlari sari dadil odimlashayotgan edi. Abror Gulmiraxonni shunchalar qattiq sevar va ardoqlar ediki, hatto uni atrofga hayot baxsh etuvchi quyoshdan ham rashk qilgisi kelar. Imkon topildi deguncha qizni xursand qilishga, uni yuziga tabassum yugurtirishga talpinardi. Yillar davomida o'zini xunuk va baxtsiz hisoblab, o'ziga ishonchi so'ngan qizni uni naqadar go'zal va nafis betakror ekanligiga aynan Abror ishontira oldi. U qizning qalbini butunlay zabt etgan edi. Shu kunlarda Gulmiraxonning tug'ilgan kuni yaqinlashib kelayotgan edi. Abror bu kun uchun o'zgacha, unutilmas bir syurpriz tayyorlagan edi. Tug'ilgan kundan bir kun avval kun bo'yi qizdan biror marta xabar olmadi. Hatto telegramdan ham yozmadi. Gulmiraxon bu holatdan hayron bo'lib, ishlari ko'payib ketdimikin deb indamay qo'ya qoldi. Ammo ich-ichidan baribir intizor bo'lib kutayotgandi. Nihoyat tun pallasi yoyilib, soat millari roppa-rosa tungi 12 ga bong urganida qizning telefoni jiringladi. Qo'ng'iroq qilgan Abror edi.
U Gulmiraxonni shirin uyqudan uyg'otib, vazmin ovozda: "Guli, ko'chaga darvoza oldiga chiqa olasanmi?" "Nimaga, Abror aka, shu paytda-ya? Nima ishingiz bor, axir dadamdan, akamdan uyalaman", dedi qiz hayron bo'lib, yuragi tez urib. "Birrovga chiq, ko'p vaqtingni olmayman", deb tayinladi yigit. Gulmiraxon ustiga yengil xalatini tashlab, ohista qadamlar bilan darvozadan tashqariga chiqdi-yu, ko'rgan manzarasidan hayratdan qotib qoldi. Uylari poyida, qorong'u ko'chada go'zal bir sehrli olam paydo bo'lgandek edi. Abror eshik tagidagi yo'lakka shamlar yordamida ulkan, yonib turgan yurak shaklini hosil qilgan. O'rtasida esa bir quchoq qizil uchuvchi sharlarni ushlagan holda mag'rur turardi. Uning ikkinchi qo'lida esa ustidagi shamlari miltillab yonib turgan shirin tort bor edi. "Qani, kel gulim, shamlarni o'chir", dedi Abror samimiy jilmayib. Hali ham tush ko'rayotgandek qotib turgan qiz o'zida kuch topib, arang yigit tomon yurdi va tort ustidagi shamlarni o'chirdi. Shu onda Abror uni peshonasidan ohista, mehr bilan o'pib, o'zining eng go'zal tabriklarini yog'dirdi. "Bu hali hammasi emas", dedi yigit shoshilib. U tort va sharlarni qizni qo'liga tutqazib, mashinasi tomon yurdi. U yerdan olam tarovat tarqatib turgan go'zal guldastani va ustiga chiroyli bantik bog'langan sovg'a qutisini olib keldi. Bu qutida eng oxirgi rusumdagi qimmatbaho telefon bor edi. Gulmiraxon o'ziga ko'rsatilgan bu cheksiz e'tibor va muhabbatdan quvonch ko'z yoshlarini to'xtatolmay yig'lab yubordi. "Gulim, bunday quvonchli kuningda nega yig'laysan? Agar seni men yig'latayotgan bo'lsam, unda men ketay", dedi Abror hazillashib. "Yo'q, nega unday deysiz? Men shunchaki hammasi uchun sizdan juda ham minnatdorman. Sizga qalbdagi minnatdorchiligimni qanday izhor qilishni ham bilmayapman", dedi qiz ko'z yoshlarini artib. "Menga rahmat aytma gulim. Sen faqat doim mana shunday gulday ochilib, ko'zimni quvnatib yursang bo'ldi", dedi Abror mehr bilan tikilib. "Bo'ldi, sovuqda qolib ketma, uyingga kira qol". Abror hamma narsani, gullar, tort, sharlar va sovg'ani qizni qo'llariga amallab sig'dirib berdi. Gulmiraxon ichkariga kirib ketgunicha o'zi ham mamnun holda uyiga jo'nadi. Gulmiraxon uyiga kirganida hamon bu go'zal onlarni tush deb o'ylardi. Tortni ehtiyotkorlik bilan muzlatkichga qo'ydi. Gullarida nafis vazaga suv solib joylashtirdi. Qo'lidagi uchuvchi sharlarni qo'yib yuborgan edi. Ular bir zumda qizning xonasi shiftini butunlay qoplab, bayramona kayfiyat baxsh etdi. Shu onda telefon yana jiringladi. Ekranda Abror aka degan yozuv paydo bo'ldi. "Gulim, qiynalmay kirib oldingmi uyingga?" deb so'radi yigit xavotirlanib. "Ha, amalladim", dedi Gulmiraxon shirin kulib. O'zini tutolmay, ichidagi bor tuyg'ularini to'kib soldi. "Abror aka, siz meni shu qadar baxtli qilyapsizki, men shuncha yil baxtimni kutganimdan, barcha qiyinchiliklarni boshdan kechirganimdan umuman afsuslanmayapman. Balki kutganlarimni go'zal mevasi ayni sizdirsiz. Allohga tinmay shukrona aytyapman. Sizni menga uchratganiga ming bor shukr." Abror go'shak ortida qizning samimiy so'zlaridan to'lqinlanib ketdi va hazil aralash javob berdi. "Gulim, sen baxtli bo'lsang, men ham baxtliman. Men ham shuncha yil uylanishga unamay, faqat ish va o'qish deb yurganimni sababi seni bu yerda meni Allohdan so'rab o'tirganing ekanda." "Ha, nimasini aytasiz?" deya Gulmiraxon ham baxtdan sarmast holda tasdiqladi. O'sha kecha ikkovlari ham tonggacha ko'zlariga uyqu ilmay, hayot, kelajak va go'zal orzular haqida suhbatlashib chiqishdi. Ularning qalbidagi rishtalar endi hech qachon uzilmaydigan darajada mustahkam poydevorga qurilgan edi. To'ylariga ham juda oz fursat qolgan edi. Kunlar suvdek oqib, yoshlar intizorlik bilan kutgan kun keldi. Abrorning ota-onasi, Sodiqjon aka va Go'zal opa shuncha yil deganda yolg'iz o'g'illarini nihoyat o'z ko'ngliga yoqqan oqila va go'zal qizni topganidan ich-ichlaridan quvonib, to'yni judayam dabdabali va fayzli qilib o'tkazishga qaror qilishdi. Yillar oldingi qiyinchiliklar ortda qolib, bugun ularning xonadonida oq kiygan farishtadek kelin kutishi baxti nasib etgandi. To'yxona bayramona bezatilgan, hamma yerda tarovatli gullar va nurli chiroqlar miltillab turardi.
Nihoyat yor-yorlar va karnay-surnay sadosi ostida kelin-kuyov davriga kirib kelishdi. O'shanda butun to'yxona bir zumga sukunatga cho'mdi. So'ng hamma o'rnidan turib, ularni olqishlay boshladi. Kelin-kuyov hammaning nigohi ostida to'yxonaga o'zgacha bir nur va fayz bilan qadam qo'yishdi. Abror o'zining kelishgan qomati, qora kostyumida o'ta mard va mag'rur ko'rinsa, uning ortidan oppoq nafis kelinlik libosida hayo bilan yerga qarab kelayotgan Gulmiraxon xuddi ertaklardagi malikalarni eslatardi. Uning yuzidagi mayin tabassum va hayajon ko'zlarida aks etib turardi. Ularni ko'rgan har bir inson havas bilan boqardi. Mehmonlar, do'stlar, uzoq yaqin qarindoshlar ko'zlarida quvonch yoshlari bilan ilohim ko'z tegmasin, bir-birlariga juda mos, bunchalar go'zal juftlik bo'lishmasa, mana shunday baxtlar bizni farzandlarimizga ham nasib qilsin, deya pinhona duo qilib qo'yishardi. Hayotning barcha qiyinchiliklari, o'tmishdagi ko'z yoshlar va mahzun kunlar mana shu go'zal oqshomning nurlari ostida butunlay erib ketgandek edi. Gulmiraxon endi baxtsiz qiz emas, balki o'z shahzodasining qalbidagi eng qadrli malika edi. To'yda hamma chin dildan raqsga tushdi. Ikki oilaning yaqinlari bir-biriga quchoq ochib, qarindoshlik rishtalarini bog'lashdi. Abror o'z baxtidan sarmast holda Gulmiraxonning qo'lidan tutib, davra markaziga yetaklaganida, ularning nigohlarida faqat va faqat cheksiz muhabbat va kelajakka bo'lgan ishonch porlardi. Shu kuni ushbu muhtasham to'y tantanasi, undagi cheksiz quvonch va fayzli muhit har bir mehmonning, butun mahallaning yodida o'chmas bo'lib muhrlanib qoldi. To'y tantanalari ortda qolib, Abror va Gulmiraxon yangi hayot ostonasiga qadam qo'ydilar. Ular uchun unutilmas va shirin asal oylari boshlandi. Ikki yosh bir-biriga aslo to'yishmas, har bir soniyani birga o'tkazishga intilardi. Doim o'z ishiga o'ta mas'uliyatli bo'lgan, biror kun ish qoldirmaydigan Abrorning endi mutlaq ishga borgisi kelmas, bor xayoli faqat uyida, nafis gulida edi. Buni ko'rib tushungan va ich-ichidan quvongan ota-onasi ham yoshlarni aslo bezovta qilmaslikka, ularni xoli qoldirishga harakat qilishardi. Gulmiraxon o'z kelinlik liboslarida, milliy va zamonaviy liboslar uyg'unligida juda ham go'zal kelin bo'ldi. Har bir kiygan kiyimi o'ziga shundoq yarashib turar, baxt nafasi ufurib turgan chehrasi kundan kunga ochilib, yanada go'zallashib borayotgandek edi. U oilada faqatgina kelin bo'lib kelmadi, balki shu xonadonning chinakam farzandiga aylandi. Qaynona qaynotasini o'z ota-onasidek hurmat qilib, sidqi dildan, mehr bilan xizmatlarini qildi. Erta tongdan hovlilarga suvlar sepib, shirin choylari bilan ularni qarshi olar, har kuni duolarini olar edi. Kelinchak qisqa fursatda barcha oila a'zolarining ko'nglidan birdek joy topa oldi. Ko'p o'tmay xonadonda kutilgan quvonchli xabar eshitildi. Gulmiraxon homilador edi. Bu xabar oilaning baxtini 10 chandon oshirdi. Endi uydagilar uni yanada avaylashar, qo'lini sovuq suvga urishga ham qo'yishmasdi. Qaynona va qaynotasi uning ustida parvona edilar. Abror esa ayolini endi 2 barobar ko'proq seva boshlagan, unga bo'lgan e'tiborini yanada oshirgandi. U o'z oilaviy vazifalarini a'lo darajada bajaradigan, rafiqasini ko'klarga ko'taradigan, juda ham zo'r, namunali turmush o'rtoq bo'ldi. Og'zidan hech qachon so'kish, haqorat u yoqda tursin, biror marta qattiq gap chiqmadi. Ichmas, chekmas, o'ta odobli va yuksak madaniyatli erkak edi. Bularni ko'rib, Gulmiraxonning ko'ksiga nihoyat shamol tegdi. U hayotidagi asl farog'atni, chinakam xotirjamlikni va ayollik baxtini mana shu yangi oilasida butun vujudi bilan his qildi. Vaqti soati yetib, Gulmiraxon xuddi o'ziga o'xshagan nafis, go'zal qizchani dunyoga keltirdi. Unga niyatlar bilan Gulchehra deb ism qo'yishdi. Bu shirin chaqaloq oilani yanada fayzga, bolalik beg'uborlikka to'ldirdi. Qizchaning qadami shu qadar qutlug' keldiki, ko'p o'tmay Gulmiraxonning biroz tajang va jizzaki bo'lgan akasining ham baxti ochilib qoldi. U o'zi sevgan qizi borligini oilasiga oshkor qildi va shu orada uning ham to'yi bo'lib o'tdi. Abrorning ukasi hali yosh bo'lgani uchun uning uylanishiga ancha bor edi. Lekin u ham akasidek juda yaxshi, tarbiyali bola edi.
Kelinoyisini o'z opasidek ko'rib, hurmatini har doim joy-joyiga qo'yib yurar edi. Vaqt o'tib, Gulmiraxon ikkinchi bor ona bo'lish baxtiga erishdi. Bu safar o'g'il farzandlik bo'ldi. Ismini Ahrorjon qo'yishdi. Ikki shirin farzandni ketma-ket bir-biriga do'st qilib, katta qila boshlashdi. Shu orada akasi ham o'g'il farzandlik bo'ldi. Sadoqatxon opa hamda Mo'minjon aka ham birin-ketin tug'ilgan shirindan shakar nabiralarning baxtli buvi va bobosiga aylanishdi. Abrorning ota-onasi Gulmiraxondan shu qadar mamnun edilarki, har doim qizning ota-onasi yoniga borishganida yoki mehmondorchilikda Gulmiraxonni bizga qiz emas, tilla kelin bergansizlar deb maqtashar, ularga rahmatlar aytishardi. Yillar suvdek oqib o'taverdi. Bu baxtli oilada yana bir qiz va bir o'g'il dunyoga keldi. Farzandlar 4 ta bo'lishdi. Yillar o'tib, Abrorning ukasi ham uylandi va xonadonga yangi kelin Ovsin tushdi. Gulmiraxon endi bo'yidagi bosh kelin va katta kelinoyi sifatida yangi kelinga yo'l yo'riq ko'rsatdi. Unga opadek bo'ldi. Shundan so'ng uning oiladagi va qaynonasining oldidagi mavqei, qadri yanada yuksaklikka ko'tarildi. Gulmiraxon farzandlarini birin-ketin voyaga yetkazgunicha uyda shunchaki bekor o'tirishni o'ziga ep ko'rmadi. U tabiatdan mehnatkash edi. Uy yumushlaridan ortib, tikuvchilik bilan shug'ullana boshladi. Chiroyli liboslar, pardalar tikib ro'zg'orga qo'shimcha daromad keltirdi hamda o'z hunaridan barchani bahramand etdi. Bolalari maktab yoshiga yetgach esa u o'z sohasi va mutaxassisligi bo'yicha sevimli ish faoliyatini ham davom ettirdi. Hozirgi kunda farzandlari ancha katta bo'lib qolgan, onasining eng yaqin ko'makchilari, yoniga kirgan qanotga aylanishgan. Qizlari uning uy ishlaridagi sarishtaligi, o'g'illari esa otasining mardlik va oliyjanoblik fazilatini olishgan. Bugun Gulmiraxon ortiga qarab, yoshligidagi o'sha qiyin, mas'uliyatli kunlarni, ko'z yoshlarini eslasa, qalbi shukronaga to'ladi. Chunki u sabr qildi, oilasini, onasini, ukalarini o'yladi va Alloh uning mukofotini mana shunday muhtasham baxt bilan qaytardi. Hozirgi kunda uning atrofida uni jondan ortiq sevuvchi umr yo'ldoshi, ko'z qorachig'idek farzandlari, uni e'zozlovchi qadrdon oilasi bor. Hozir undan baxtli inson yo'q bu dunyoda. Gulmiraxon va Abrorning muhabbati zaminida qurilgan bu baxt qasri oilaviy tinchlik va totuvlik bilan hamon nurlanib turibdi. Har bir insonning hayoti go'yo oq qog'ozga bitilayotgan betakror bir asardir. Biroq hamma ham o'z hikoyasini go'zal xotima bilan tugata olmaydi. Chunki taqdir yo'llarining o'nqir-cho'nqirlari, sinovlari va kutilmagan zarbalari ko'p. Gulmiraxon va Abrorning hayot yo'li ham bundan mustasno emas edi. Ushbu hikoyani varaqlar ekanmiz, hayotning eng buyuk qonuniyatlariga guvoh bo'lamiz. Sabr va matonatning mukofoti. Gulmiraxon yoshlik yillari kamsitishlar, buvisining kibri, dashnomlari va oilaviy tashvishlari ostida o'tkazdi. U o'zini baxtga loyiq ko'rmagan, taqdirim shu ekan deya ko'z yosh to'kkan kunlari ko'p bo'ldi. Biroq u aslo isyon qilmadi. Oilasiga sadoqatidan kechmadi. Hayot shuni ko'rsatdiki, chinakam sabr hech qachon zoyi ketmaydi. Alloh uning yillar davomida to'kkan ko'z yoshlari va sabrining mukofoti o'laroq hayotiga Abrordek tog' suyanchiq va qalqon bo'la oladigan insonni yo'lladi. Kibrning inqirozi va tavbaning kuchi Sayyora opaning taqdiri. Barchamiz uchun ulkan bir ibrat ko'zgusidir. Inson hayotda qanchalik baland uchmasin, kibr va g'azab bilan o'zgalar, ayniqsa o'z jigarmandlari baxtiga to'g'anoq bo'lmasin. Baribir bir kuni ojizlik to'shagida mixlanadi. Jonini kuydirgan qizlarining sadoqatsizligi, u yomon ko'rgan kelini Sadoqatxon va nabirasi Gulmiraxonning zarracha minnatsiz parvarishi kampirning ko'zini ochdi. Hayot unga jazo berish bilan birga so'nggi nafasda tavba qilish, rozilik olish va iymon bilan ketish imkonini ham berdi. Bu dunyodagi eng katta g'alaba dushmanlik ustidan qozolingan mehrning g'alabasidir. Halollik va mardlik ortidagi muvaffaqiyat Abrorning o'tmishi bizga shuni o'rgatadiki, hech qachon cho'qqiga osonlikcha erishilmaydi. Maktab davridayoq tandirda non yopgan, ko'chada bakalashka yiqqan, onasi maktabda farroshlik qilgan oilaning farzandi bugun mard, mag'rur
va ziyoli bir erkak bo'lib yetishdi. U bolaligini mehnatga baxshida qildi. Oilasining qarzlarini uzish uchun o'zini o'tga cho'qqa urdi va hayotini o'z qo'llari bilan qurdi. Aynan mana shu pokiza o'tmish va halol tarbiya uni o'z ayoliga nisbatan ham yuksak madaniyatli, sadoqatli va g'amxo'r bo'lishiga zamin yaratdi. Muallifdan yakuniy so'z. Baxt qasri asari shunchaki xayoliy bir sevgi qissasi emas, balki hayotning o'zidan olingan tirik haqiqatdir. Bugun Gulmiraxon 4 ta farzandning onasi, suyukli yor va el ardog'idagi ayol bo'lib, o'zining eng baxtli kunlarini yashamoqda. Ushbu hikoyadan chiqadigan eng oliy xulosa shuki, inson qanday qiyinchilikka duch kelmasin, qalbini pok saqlashi, ota-ona rizoligini olish va yaxshilikdan umid uzmasligi kerak. Zero zulmat ortidan albatta yorug'lik, og'ir kunlar ketidan esa go'zal baxt saroylari eshik ochadi. Ilohim, hayotda sabr bilan yashayotgan har bir qalbga mana shunday go'zal mukofotlar va unutilmas baxt qasrlari nasib etsin.